Shunaqa holatlar bo'ladiki, ba'zida bemorlarda o'ta kuchli bosh aylanishi yuzaga keladi. Xuddi charx bo'layotgandaqa bosh aylanadi. Bemor yotsa ham, tursa ham, o'tirsa ham bu holat o'tib ketmaydi. Qayt qilishi, ko'ngillanish holatlari yuzaga keladi. Bunday holatlar ikki xil davom etishi mumkin. Birinchi holatda albatta skoriy chaqiriladi. Skoriy chaqirilganda kelib, agar bemor yosh bo'lsa, sizni qoningiz kam, taniyangiz tushibdi, shu kabi tashxislar qo'yib, sizga bir necha ukol qilib ketishi mumkin, lekin bu simptomlar o'tib ketmaydi. Ikkinchi variantda sizni tez yordam mashinasi shifoxonaga olib borishi mumkin. U yerda sizni MCGda MRT qilib ko'rishadi va kichik o'zgarishlar agar topiladigan bo'lsa, nevrolog sizga insult diagnozini qo'yishi mumkin yoki bo'lmasa boshqa diagnozlarni tavliya tushgan, siz hozirsiz quvvatsizlikdan deb turli xil diagnozlarni qo'yishi mumkin va natijada siz uyga ketasiz va shu bosh aylanishlari, muvozanatni buzishlari kabi holatlar saqlanib qoladi. Oxiri oqibat sizda hech qanday diagnoz qo'yilmaydi. Bunaqa holatlarda aksariyat holatlarda vestibulyar neyronit va TPPG kasalligi aniqlanishi mumkin. Aksariyat shifokorlar bu kasallik haqida bilishmaydi yoki qanday tashxis qo'yish haqida aniq ma'lumotga ega emaslar. Bu soha bilan nevropatolog, ya'ni otonevrolog mutaxassis shug'ullanadi. Shu kabi mutaxassis konsultatsiyasi kerak bo'ladigan bo'lsa va sizni shu kabi simptomlar bezovta qilayotgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.